eng cringe savollar Intim gimnastika mutaxassislari versiyasida. siz uchun eng zo'r shug'ullanadigan ayol mijozli qanaqa bo'lishi kerak? Ular juda ham mas'uliyatli bo'lishi kerak, berilgan vazifalarni o'z vaqtida bajarishi shart. Nasib bajarishadi. Misol uchun ayollar bilan urushqoq kelib janjal qiladigan holatlar. Unaqa bo'lmagan. Menda ham bo'lmagan. Menimcha intim gimnastikada unaqa holat bo'lmasa kerak. Sizni mashg'ulotlaringizda ayollar qanaqa o'tirishadi? Gap sotib o'tiradi. Xingir la trapala qilib ha qilib o'tiramiz. Mani mashg'ulotlarimda ayollar prям o'tirishganda pasha viz uchilgani hammasi eshitiladi. Stroga o'taman chunki. Sizni o'tish metodingiz qanaqa? Yumshoq, tushungan holda, sabrli va toqatli bo'lgan holda bitta narsani qayta tushuntirib berish yo'li bilan dars o'taman. Menda 10 ta dars bo'lsa 10 ta mavzuga 10 xil savollarga javob berishga tayyorlanib kelaman. Zo'r. Eng cringe savollar o'quvchilaringiz uyga vazifani bajarib kelmaganini qattan bilasiz. Uyda vazifa qilgan odam boshqacha mashq bajaradi oldimga kelganda qilmagan shundoq bilinib turadi. Men bo'lsam tanasida bilinib turadi. Tana sotqinda, savol berish ham shart emas. Qilmagansiz ham qattan bildingiz deydi. Da. Bu aldiyman deb o'ylashadi. Eplatish olmaydi chunki biz shundoq skaner qilib tushunib olamiz. Haqiqiy mutaxassis shunaqa bo'ladi. 100%. Darsga kelmasdan turib, mashqlarni qilmasdan turib, natijaga chiqmoqchiman desam, men nima qilardingiz? Tushini tilla baliqqa borib aytgan degan bo'lardim. Ammo bo'g'ib qo'ygan bo'lardim. Yana bitta savol. Menimcha hozir mana shu yerdan shuni tapchikingiz bilan bir ur haydab yuborsangiz kerak. Mashqlarni qilib turishganda kelib olib, qantor aytiradigan ham ishlatdim. Natijam qanaqa bo'ladi deysiz. Remenni olib bor, ber solsa endi. O'ting meni. O'sha gapirayotgan gap bo'lgan, anavi kallasiga Yaxshilab, tiqib qolarmidingiz? O'tirib olishadi, gilamlarning ustiga-da, prям открыто, ayniqsa ovqat yeyotganingiz tepadan сообщение keladi, yurasizlar. O'sha payti vaziyatlar nimagadir ham ovqat yeb o'tirganingda bo'ladi. Yana uzr, bayram bo'lishiga qaramasdan sizga shunaqa rasm yubordim deyshadi. Farosat qatta degin keladi. Ekrandan shunda bir qisib hidi kelib turadi, ishoninglar. Ko'ngillari aynib yeb turgan ovqatingiz keladi. Iltimos qilib birinchi bir og'iz ruxsat so'raydi. Ruxsat so'ramasdan nagliy bez bo'lib rasmni faqat shunaqa qilib yuborishadi. Sizda? Menda kamayib qoldi, chunki bezbetlarcha qilgan ishga bezbetlarcha javob qaytaradigan bo'ldim. Xafa bo'lmaysizlar? Da, mana o'rganaman. Trenajyorni nimaga alohida sotmaysiz? Bunaqa savol juda ham ko'p. Metodikasiz trenajyor sizga yordam bermaydi. Bizda eng global narsa bu metodika. Trenajyor bu yordamchi vosita. Asosiy narsa bizning mehnatimiz, bizning metodikamiz. O'shaning uchun alohida sotilmaydi. Savollar berib bekilmasam kerak-da. Men stolda kira olaymi? Erim bilan yaqinlikni xursand qilmoqchiman. Shunga savob qilib tekinga o'rgating, duo qilaman deysiz. Mamda tit degan ovoz qo'yaverasiz. Qo'yaveraman. Bunaqa savollar yana agar sizlarda bor bo'lsa, yozinglar. Biz intim gimnastika trenerlar mutaxassislar versiyasida javob beramiz va sizga savol. Sizga qattiq qo'l trener yoqadimi yoki yumshoq momiqmi? qattiq qo'l. Kommentariyada yozing. Yozing, tanlov sizniki.